Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Mana Jalaquduq, Qo'rg'ontepa, Andijon yo'nalishlarida ketyapmiz. Tabiat o'ta ham go'zal holatda, juda ham go'zal holatda. Sizlarga ham ilindim. Video obzor qilaman ozgina. Ko'chaga bitta baho berib qo'yasizlar. Ko'chalar ikki tomoni daraxt. Hech qaysi rayon bilan rayon orasida bunaqa chiroyli yo'llar bo'lmasa kerak. Tekisroq. Tekizligi hamma joyda bir xil. Mana o'tayam tabiat juda ham go'zal holatda. Hamma yo'q, yam-yashil, go'zal. Dam oladigan, cho'miladigan joy bu Xonobod, Qorasuv, Qo'rg'on, Jalaquduq, Xo'jaobod rayoni juda ham ko'p dam olish joylari bor. Uzoq joylardan dam olgan joy istagan odamlar bo'lsa, masalan, bemalol kelaverasizlar, xudo xolasa. Yo'llarga bir baho beramiz. Like bosib, podpiska bo'lib qo'yishni unutmanglar aziz vatandoshlar. Mehnatlarimizni qadrlab qo'ysanglar xursand bo'lamiz, jigarlar. Uzun bog'larni Jalaquduqda Kalsovoyga yetib keldik mana. Qarang, bu yoq tog'li hududlar, ko'lni, soylar hamma yo'q bor. O'ta ko'p dam olgan joylar bor aziz vatandoshlar mana. Bu yoq mana Jalaquduq markaziga kirib ketadigan yo'l. Bu yoq mana Yujniy olamiz. Oyimga qarab, bu yoq Jahon bozoriga qarab chiqib ketsa bo'ladigan yo'llar mana. Jalaquduqda mahalliga sentralniy joylari deydi-yu. Mana shu domlar va yangi tushgan domlar. Ko'chani qarang, ikki tomoni daraxt. Xonoboddan Andijon bog' shamoliga kelguningizgacha shu holatda, ikki tomoni daraxt, go'zal holatda. Ko'z tegmasin Andijonim deydi-yu. Mana shu gaplar bekorga gapirilmaganda. Go'zallik bo'yicha birinchi o'rin devorsiz ham bo'laveradi odam. Deganlardan o'tib ketdi. Jalaquduq tuman markaz tugadi mana. Endi Xo'jaobod rayoniga qarab kelib ketyapmiz. Mana qanday qurilishlar mana ikki yo'lni chekalariga bo'lyapti. Juda go'zal. Poyon biyalari aşağı Ko'kalamzor poyez yo'li, Xonobod Andijon poyez yo'li. Qadrli tog'lilar. Atrof tog' bilan o'ralgan. Qirg'izistonning tog'lari. Qirg'izistonlik do'stlarimizga alangali salom.
paytlar mana shu poyezd yo'lidan Shaharxon Xonobod poyezdi qatnagan. Poyezdlarda kelib o'ynab, kulib ketardik Xonobodlarda. Maza qilib. Mana mana shu yerda Jalaqudi Xo'jobod yo'nalishida mana Mehr market. Arzonlashtirilgan go'sht mahsulotlari mana Tomorqadan Dasturxongacha degan bozorcha bor ekan. Nihoyatda narsalar o'ta arzon ekan. Go'shtlari ham, hamma yo'llari o'ta arzon bozor ekan. Qoyil qoldi to'xta. Mana ularga necha baho qo'yasizlar, azizlar. Mana manzaralarga. O'zda pishyapti mana. Mana ko'chaning ikkala tomonida daraxtlar, soyalar tushib turibdi, odamlar maza qilib sahillarda yurishdi. Mashinada o'tayotganda deyapman-da. Mashinada o'tayotganda to'g'rimi? Quyoshda qiynalib, jaziramada ketmasdan mana salqin daraxtlar tagida ketishyapti. Mana. Mana shu daraxt salqinga zo'r ekan-a? Jalaqudi Xo'jobod yo'nalishi. Sog'inganlar bormi? Ancha yillardan beri yurmagan Jalaqudilik do'stlarimiz, Xonobodlik do'stlarimiz, Qo'rg'otepalik, Qorasuvlik, Sultonobodlik do'stlarimiz anchadan beri yurmagan bo'lsanglar, sizlar uchun maxsus. Qadrlilar, boshdan soylar o'tgan. Bosh mazaqni dam oladigan joylar bor. Anjam Marojda. Bu tomonda Sariqkarobkada Anjam Marojda. Bu tomonda ham Sariqkarobkada Anjam Marojda. Aman nima desan endi? Rasuljon mana. Daraxtlarda odamlar borashda yashayapti, odamlar to'g'rimi? Maza qilib. Soya saqillarda. Mana Xo'jobodga burilish. Xo'jobod rayoniga burilib ketadi. Mana shu yerdan chapga burilsa, Xo'jobod rayoni. Katta qilib yozib qo'ygan. Xo'jobod tumaniga xush kelibsiz, sog'inganlar bormi? Xo'jobodliklar. Ketdi bu yoqqa endi Bog'shomaga qarab chiqib ketadi, xudo xolasa. 100 so'm avtosalon mana. 30%, 40%, 50% deyapti. To'lovni qilasiz 5% minib ketaverasiz deyapti. Rayondan rayonga o'tishni soqilligini qarang, mana baho berib qo'yaverasizlar. Nima deysiz, Abdurashid? Go'zali? Rasuljon, O'zimizga yetmaydi abi. Vatanga nima yetsin do'stlarim? Mana qilib vataningizda maza qilib yashaganga nima yetsin?
Alloh hammani dastiga bersin, hamma ham o'zini vatanida maza qilib yashasin. Xayrullo Qo'rontepalik Qossob, xayrullo oshnamiz bugun gap berdi. Sog' bo'lsin, ehsonlarini daryoda qabul qilsin. Yedik, ichdik, o'tirdik, gaplashdik. Endi qaytyapmiz. Abdurashidjon, tilaylaringiz. Neftprom Asaka Neftpromlik Abdurashid do'stim bo'ladi. Gapir do'stim. Narijoni sog' bo'lsin. Aha. Meni xudo xolasa Ilg'or deydi, bitta. Ilgarjon. Ilgar Hofiz. Oldin Sharxon tumani Naynavoda yashagan. Ha? Keyin hozir Bo'z tumaniga ko'chib ketgan Ilg'orjon. Endi navbat Ilg'orjonni navbati. Xudo xolasa. Nima deysiz, Rasuljon? Rasuljonni boshi sisib ketdi. Ashunga durrani ho'llab bosib oldi. Chadakka chiqamiz endi. Chodakka chiqishmoqchi ekan. Cho'milgan uzoqqa bormaylar, cho'milgan. Baribir uyga kelguncha qaynab, kelib isib ketasiz, jigar. Undan o'zingiz yon atrofingizda soqin zo'r joylarda cho'milib qo'yaverasiz. Kichkina ariqda bo'lsa ham. Zato muzda uyga kirib ketasiz. Mana mashina bozor, Andijon avtomobil bozoriga ham yetib kelib qoldik, xudo xolasa. Men ashada tushib qolaman, sizlar dars ketaverasizlar. Bugun 2026-yil 20-iyul. Munduzga yetib keldik, mana Munduzga yetib keldik degani. Mashina bozoriga ham yetib keldik degani. Sog'inganlar bom yo'llarini mana. Mashq ko'chalarda yoshligi o'tgan qadrdonlarimiz bor, hozir musofir yurtlarda ishlab yurishibdi. Alloh omadlarini bersin, sog' salomat uyiga, vataniga qaytsin. O'ylagan daromadlarini topib. Mana Boqshamon atrofida, Mashina bozor atrofida qurilayotgan domlar. Juda ham go'zal holatda qurilyapti. Shu odamlar ham to'lib ketdi. Hamma ko'chib kelyapti, sotib olganlar. Yaxshi, xudo xolasa. Me'mor qurilishi gap yo'q, gap bo'lish mumkin emas. Juda katta tezlikda sifatli qilib, chiroyli qilib mana uylarni qurib xalqimizga berishyapti. Me'mor qurilish kompaniyasi malades, qoyil qoladigan darajada. Tushib qolamiz do'stlar, mana shu. O eshikdagi gap berib qo'yasa. To'pon yetami, yetmaydimi? Bo'ldi, to'xta. Sog' bo'lasizlar aziz vatandoshlar. Sizlar uchun ozgina bo'lsa ham ilindim. Mehnatimga bitta like bosib, pastbitmanigi ulanib qo'ysanglar bo'ldi, podpiska bosib do'stlarim. Omon bo'lasizlar, sog' bo'lasizlar.